Assalomu alaykum hammaga. Bugun sizlar bilan ICT kursini 14-darsdan ko'rishtirgani xursandman. Hop. Bugun sizlar bilan gaplashadigan mavzuyimiz bu Power of Three bo'ladi. Demak, darslar orada cho'zildi, orada bizda muhim ishlar chiqib qoldi. O'shaning uchun darslarimiz davomiyligi cho'zilib qoldi. Buning uchun uzr so'rayman. Hop. Qani endi bugungi mavzuga qaytsak. Bugungi mavzuyimiz biz bilan birinchi o'tgan mavzuyimiz Open High Low Close bilan bog'liqroq mavzu. Chunki Open High Low Close'da ham biz bilamiz nima bo'ladi. Boshida narx ochiladi, high yasaydi, low yasab yopiladi, to'g'rimi? Xuddi mana shunaqa ochilib turib low high yasagan paytda bizda ya'ni candle'imiz ichida nima paydo bo'ladi? Candle'imiz ichida mana shunday ko'rinishda candle'imiz ichida mana shu model ya'ni shakllanadi. AMD. Bu AMD'ning ma'nosi A bu bizda accumulation, M bizda manipulation, D bu distribution bo'ladi. Buni qisqartma modeli. Hop. Ana endi keyingi slaydga o'tsak, mana hozir sizlarga aytdim. Shu Open High Low Close ga bog'liq. Chunki nimaga? Bizda ko'rayotgan bo'lsanglar, mana bizda bitta candle bor, deylik bu kunlik candle deb olsak va narx ochilgan. Narx ochilganda bizda Aziya sessiyada accumulation beradi narx bu tarafda. Accumulation bergandan keyin ko'p holatda 60% holatda bizda Londonda candle'larni agar nima deydi, yo'nalishimiz to'g'ri aniqlangan bo'lsa, masalan buy bullish trendda bo'layotgan bo'lsa, ya'ni candle reversal, ya'ni sizlar bilan daily next day modelda gaplashganmiz-ku. Yana qaysi candle yopilishiga qarab keyin candle chiqish ehtimoli qanaqa bo'ladi. Hop, xuddi shunaqalarga to'g'ri kelsa va bizni candle'imiz, ya'ni o'suvchi candle kutayotgan bo'lsak, ko'p holatda London, ya'ni sessiyasida bizda low yasaladi, ya'ni candle'ning low. Hop, bizda bunda mana shunda biz chiroyli ayimni ko'rishimiz mumkin. Bizda London low yasalgandan keyin bu manipulation fazi hisoblanadi. Mana bu joyda biz accumulation olsak, bu joy bizda manipulation fazasi bo'ladi va undan keyin distribution. Bu yog'i distribution bo'lib, tepaga qarab narx ketadi. Mana shu AMD modelning ko'rinishi. Mana shunaqa bo'ladi. Unaqa qiyin narsa emas. Boshqa modellarga nisbatan bemalol ko'rsanglar bo'ladi bozorda. Hop. Bu ya'ni bearish candle'dagi varianti. Bizda nima qilgan? Endi bu joyda to'g'ri mana bu joyda manipulyatsiya bo'lib, keyin tushib ketgan. Chiroyli bo'lmagani, bu yerda ham nima qilgan? Narx London kill zonida bizga high yasab, candle high'ni yasab, ya'ni manipulation qilib, o'sha Aziyadagi masalan stop lossmi Aziyadagi high low'larni olib va bizda New York, London high yasab, shu bilan narx pastga qarab distribution bo'lib ketadi. Mana shu bizda AMD'ni ko'rinishi bo'ladi. Sizlar bilan dars mobaynida misollarni ham ko'rsataman. Ana o'shanda bemalol tushunasizlar bo'ladi. Ana endi keyingi slaydda biz mana shu AMD'ni ko'rinishini ko'ramiz. Bizda mana birinchi fazi bu accumulation, ikkinchisi bu manipulation, uchinchisi distribution. Xuddi shuni teskarisi. Bizda accumulation, tepaga manipulyatsiya va distribution. Buni biz faqat kunlik candle emas, H1dagi candle'larda ham ko'rsak bo'ladi. Mana shu candle'larning ochilishi bo'ladi. Masalan, H1 candle'imiz ochildi deylik. Mana shu ochilganda biz power of 3, ya'ni power of 3 deyishadi. AMD ochiladi, bizda low yasaydi, tepaga distribution, ichkiga atkat va narx bizda yopiladi. Mana xuddi shunaqa ko'rinishda candle bizda AMD hosil qiladi. Bu yoqda accumulation, mana fazasi bizda manipulation va mana ko'ryapsizlar, tepaga chiqib ketgan bu bizda distribution bo'ladi.
Xuddi shuni teskarisi bu sell varianti. Hop, misol ko'rsatganimni tushunasizlar. Faqat o'ylab qolmanglar, Londonda manipulyatsiya qilar ekan. To'g'ri, ko'p holatda Londonda qiladi, lekin Nyu-Yorkda ham reversal bo'lib ketishi mumkin. Masalan, bizda har xil vaziyat bo'ladi. Accumulation Londonda bo'lishi mumkin. Chunki bozor biz buni aniq aytolmaymiz. Masalan, bizda Aziya ilzomida yurib, undan keyin London kirib kelganda manipulyatsiya bo'lib, accumulation bo'lib, Nyu-York tepaga chiqib, buni manipulyatsiya qilib, razворот berib, orqaga pastga distribution bo'lib ketishi mumkin. Mana shunaqa holatlar ham kuzatiladi. Mana o'shaning uchun Aziya sessiya boshlansa, bu accumulation boshlandi degani emas. Undan keyin faqat kulliga qaramanglar. O'sha aytganimdek, minimum H1. Undan pastiga qarasanglar, hali ko'zinglar o'rganmaganligi uchun qiynalasizlar. Minimum 4 soatni qaranglar, o'sha zo'r. Haftalikda ham zo'r ko'rinadi. Haftalikda bizda ko'proq dushanba bizda accumulation bo'ladi. Uni ham yozib qo'ysanglar bo'ladi o'zinglar uchun. Dushanba kuni bizda accumulation bo'ladi Monday. Ko'p holatda seshanba kuni bizda weekly high yoki low'lar yasaladi. Manipulation chorshanba bizda distribution bo'ladi. O'shaning uchun men ko'proq treytlarimni chorshanba bilan payshanbaga mo'ljallayman. Chunki distribution bo'ladigan joy. O'sha IMD X degan modelda bu. Shu oxirgi X, masalan, u yog'ini bilmaysiz. O'sha distributiondan keyin nima bo'ladi? Accumulation bo'lib qolishi mumkin yoki dalshani distribution bo'lib yoki reversal bo'lib tepaga qarab ketishi mumkin. Mana o'shaning uchun buni IMD bu X qolib ketibdi, uzr, IMD X deb nomlanadi. Xuddi shunday bu yoqda accumulation bo'lib, manipulyatsiya, distribution dalshi davom etib ketishi mumkin. Yokida yana to'xtab accumulyatsiya bo'lishi mumkin. Yokida yana razворот berib orqaga dalshi distribution davom etib ketadi. Mana o'shaning uchun ko'p holatda X bu pullilarga olsak, jumaga to'g'ri kelib qoladi. Mana o'shaning uchun jumada faqat TJF da ishlatgan yaxshi. Agar hosil bo'lsa, hosil bo'lmasa, unda savdo qilmagan. Hop, keyingi slaydga o'tsak, bu mana ko'rinishi, ana entryni hozir sizlarga aytaman. Bizda accumulation bo'lgandan keyin manipulyatsiya holatda, masalan, bunda to'g'ri kirishga ko'pchilikni nima deydi, uverenness bo'lmaydi. Chunki dalshi yana pastga ketib qolishi mumkin, hech kim bilib bo'lmaydi buni. Accumulationdan keyin dalshi distribution bo'lib ketishi mumkin. Keyin manipulyatsiya bo'lib orqaga qaytishi mumkin. Mana o'shanda, masalan, manipulyatsiya ham bizda xohlagan joydan bo'lmaydi. Muhim bir keylardan aytayotgan bo'ladi. Yokida qiynalsanglar bunda kirishga qo'rqaman desanglar, distributionda kirsanglar ham bo'ladi. Distributionda kirsanglar ancha xavfsiz bo'ladi. Masalan, ko'p holatda naqd katta impuls bergandan keyin откат beradi. Mana shu joyda bitta o'tin tortasizlar, zonasidagi killerlarni belgilaysizlar, error 1-2 ishlab chiqsanglar bo'ladi. Masalan, Asian highgacha yo tepadagi qanaqadir swing highlargacha. Xuddi shuni teskarisi bizda manipulyatsiyada kira olmasak, keyingi distributionda sellga qarasak bo'ladi. Tushundinglar degan umiddaman. Bundan buyog'i emas, bu mavzu osonroq. Ichida sal kamchiliklar bo'ladi. Chunki topish qiyinroq. Har doim siz accumulation degani range, masalan, bizda accumulation degani faqat mana bunaqa range holatdagi bo'ladi degani emas, unaqa o'ylamang. Accumulyatsiya bir xil bo'lishi mumkin. Masalan, mana bunaqa bo'lib, mana bunaqa bo'lgandan keyin bitta manipulyatsiya qilib, keyin razворот berib ketishi mumkin. Mana shu accumulation ham bo'lishi mumkin. Faqat bitta joyda yig'ilib qolgan narxda accumulation deb o'ylasanglar, xato qilishinglar mumkin. Xo'p, ana endi sizlar bilan misollarni ko'rib chiqamiz.
Mana endi sizlar bilan misol ko'ramiz. Nasdaq parasidamiz, futuresda, hurmatli chartda, chunki man 1 soat deyman. Esa yana sizlarga bitta anaqa soat 9 bilan 10 da biza 9 da yoki 10 manipulyatsiya qilish mumkin yoki 8 da 9 manipulyatsiya qilish mumkin. Va 10 da yaxshi yurish bo'ladi Nasdaqlarda. Ana o'shaning uchun mana shunda 1 soatlikda qarasak bo'ladi. Lekin bu xavfliroq mavzu. Bunaqa tavsiya bermayman. Hop, kuzatamiz. Sizda уже ko'ryapsizlar mana. Muhim timeline bor. Buni keyin mavzularda gaplashib o'tamiz. Important time degan narsalar bor. Mana shu vaqt oralig'ida hozir bizda narx turibdi. Ya'ni mana bu joyda уже accumulation yasalgan. Pulli yurishdan keyin, impulslardan keyin bizda уже akkumulyatsiya bo'lyapti. Mana endi nima qilamiz? Biz accumulationdan manipulyatsiyaga o'zgarib, keyin distributionga kuchayib oladi, to'g'rimi? Hop, bizda уже man o'ylashimcha akkumulyatsiyani low'ini yorib, pastga manipulationga narx tushyapti. Mana endi ko'ramiz, bizga reversal berishi kerak. Hop, bu joyda reversalni biz mana bu order blokdan ham kutsak bo'ladi yokida mana bu joydagi IFVG'dan ham olsak bo'ladi. Уже IFVG'ga kelibdi, tegib ketibdi. Deylik, mashq qo'yganimizda bu yoqqa qo'yib bir ikkinchi uzoq ekan. Bir minutlik bo'lgani uchun bunaqa tez harakat Nasdaq tez yurib oladi. O'shaning uchun men stop lossni kichkina qildim. Endi bu joyda baribir kirishni maslahat bermayman. O'zim masalan kirmayman. Просто misol bo'lgani uchun ko'rsatib. Mana bizda уже tekkan. Ko'ryapsizlar, Nasdaq yoqda olib qo'ygan. Bu yoq уже mana manipulyatsiyadan keyin уже distribution bo'lyapti. Ko'rasizlar, mana ayimda mana chiroyli bo'lgan. Accumulation, manipulation and distribution. Buni tushungan bo'lsanglar, mana endi keyingi misolga o'tamiz. Mana endi keyingi misolga o'tsak. Keyingi misolimiz Nasdaq parasi yana 5 minutlik chart. Hop, bu yoqda biz belgilaydigan narsalarimiz hozir mana bu joyda liquidness bor. Mana shu liquidnessni belgilab olamiz va bizda tepada mana bu joyda ham liquidnesslarimiz bor. Bu high resistance liquidity. Bizda yana important time'dagi narx yetib kelyapti. Ko'rayotganinglarda уже bu yoqda range boshlangan. Mana bu joyda range уже liquidnessga qarab bizda narx manipulation qilyapti. Hop, ko'ramiz. Mana уже liquidnessni oldi. Endi biz tepaga qarab ya'ni narxni kutamiz. Уже manipulyatsiyadan keyin hop, mana shunaqa ko'rinishda. Bu joy bizda manipulation. Endi yoki mana bu joyda order blokdan ham
razvorot bersa, mana shu CSD Clock ham CSD razvorot model. Bizda o'sha narx order yasadi. Yokida mana bu joyda IFG ham bor ekan. Endi mana shu IFGdan kiramiz bo'lmasa. Hop. Narxni bu yoqqa. Bugun target nuqtamiz mana bu xayriy sistema biriga 2-3 ekan. Place order qo'ysak ham bo'ladi. 1% yetadi menimcha. Hop, qani yurgizamiz narxni. Уже mana 8:30 da menimcha news bor edi. Adashmasam juma ekan. Newsga to'g'ri kelib qolgan. Lekin newsdan oldin ham AMD ko'p holatda shakllanadi. Ko'p holatda AMD shakllanadi newsdan oldin. Bu yog'i уже distribution. Ko'rasizlarmi? Unaqa qiyin narsa emas, faqat topib olish kerak, buni to'g'ri joyda ishlatilishi kerak. Hop, tinglaydigan umiddaman. Mana shu mavzuni agar kimda-kim savoli bo'lsa, men shu dars o'tayotgan bo'lsam, hali bitta savolni ko'rganim yo'q bo'lsa, endi bilmadim, kimdir to'g'ri o'rganayotgan bo'lsa, savolsiz zo'r. Agar kimda-kim uyalib savol so'ramayotgan bo'lsa, unda men tushunsa bo'ladi. Hali o'zinglar uchun ishlatasizlar buni, men sizlarga shunchaki bu narsa haqida ma'lumot berib o'tyapman. Ya'ni o'zim ishlatganim uchun maslahat beryapman, lekin 100% shunga o'tirib qolmanglar. Ya'ni silif bo'lgandan keyin, chunki silif nimaga bo'ladi? Ko'pchilik riskni boshqara olmaydi. Psixologiya ham xuddi shunaqa. Va akkaunti yetmaydi, $20 tashiydi. Shu bilan millioner bo'lib ketaman deb o'ylaydi. Bu qiyin, ilojsiz narsa почти. O'shaning uchun undan ko'ra sizlarga maslahatim pro olganinglar yaxshi. Katta depozit o'sha 20 ni o'rniga sal qo'shsanglar 5 milliy beradi. Shu 5 milliyni 1% risk qilib ishlasanglar ham $50 dan 1-2 yetadi. Haftada bitta 1-2 ushlasanglar yoki 2 marta ushlasanglar, 1-2 ham hozir usha olgan odam ushlaydi bu bozorda. Chunki emotsiya degan narsa bor. Birinchi marta o'xshagandan keyin ikkinchisi ham o'xshaydi deb kirasizlar, minus oladi. Uni qoplashga yana kirasizlar, yana minus, balans 0 bo'lib qoladi. Undan keyin yana foydaga chiqaman yana minus bo'lishi bilan adar. Ana o'shaning sizlarga maslahat eng zo'ri 1-2 da ishlab, bitta modelga muhrigacha yopish kerak, uni ko'paytirish kerak, sakrash kerak emas bitta modelga. Masalan, men to'g'rimi, ba'zi narsalarni o'rgatyapman, shu modellarda ishlash, lekin men o'zim joy kelsa bularga qaramayman. Chunki men o'zimni alohida model aniq qilganman, o'zimga mana o'shaning uchun ko'proq o'shanga qarab ishlayman. Sizlarga prosta mana shu modellardan agar sizlarga qaysi biridir yoqsa, bemalol ishlashingiz mumkin. Ana o'shaning uchun men o'rgatyapman. Chunki hamma model har xil odamga tushadi. Hammaga rahmat. Ular foydali bo'ldi degan umiddaman. Like va komment qancha ko'p bo'lsa, ana o'shancha video tarqaladi. Men charchamanglar, keyingi darsda ko'rishguncha.